Billa, sanada birinchi kundan kech qoldik maktabga. Bilasanmi, kecha katta blogerlar bilan ko'rishdim, tasavvurga anular bilan o'tirganman bitta joyda. Sen ham katta odam bo'lib ketding, bloger. Yuring, darsga kech qol. Billa, birinchi kundan o turqsoq o'tiribdi-yu. Bor odam, saybalan bo'ldi bilan basharasidan bor. Ha, yurchi, bir gap bo'lar. Zo'r bo'pti-da. Uni qara, gadaylarga yotdi. Kimini qarasangchi bilan, ha? Menimcha Mardikor bozorida yaxshi ishlashganmi deyman-da bu yil. Formulani taka qilib kelishibdi toylar. Nima kiysam, bichda baribir bular. Senga bergan va'damni buzamanmi deyman-da bugun. Va'dani buzishing shart emas, men o'zim bular bilan gaplashaman. Tushunmadim. Nima? Senlar 2 kun Mardikor bozorida ishlab turib, pullaring ko'payib qoldimi? Yo, bichlilaringizdan chiqdimi sanlarni? Zato biza adamizani puliga kiyinmaymiz. O'zimizni pulga kiyinamiz. Erkatoy. Urush kerak edi bularni. Darsdan keyin gaplashamiz. Kirishga mumkinmi ustoz? Farhodov, men soch soqolingni olib kelmadim. So'z magazindan britva oldim, britvasi tugab qolibdi. Ha yo'q, senga qolganda britvalar ham tugab qoladi magazinda. Uyingda soqol oladigan mashinka ham yo'q sen. Yo'q, borlikka bor. Ertalab Bekzodga berib yubordim-da. Menda soqol o'smaydi-yu. Men olib ketdim ustoz. Qarang qanaqa takkoy bola o'qib qolgan. Ertadan soch soqolingni olib kelgin. O'tirlaring. Yaxshimisiz? Nima gaplar? Ta'tilda zerikib qolmading? Zo'r bo'ladi atak. Kirsa bo'ladimi ustoz? Kiringlar. Sadashib qolding, bich. Ray, sakra orqaga. Adashib qolding sen. Tinchlanmang. Yig'ishtirib o'zlaringni. To'rtalang ham direktor xonasiga. Marsh. Voy, Samandirbek yomon urdi-ya. Doğrusu bunday yomon rahim kelib ketdi. Bechorani yomon urdi-da. Shu ular o'zi bir sinfdan beri ne ladid shu. Keyin ular Samandar bilan Bekzodni kambag'allik uchun o'zlari bilan chiqishtirishadi. O'shaning uchun bir sinfdan beri o'xshib ketishadi. O'zi kirib kelishimizdan shularni turq yoqmagandi, bormaymi? Birinchi kundan urishdik. Direktorlar xonasiga kirdik. Bu ketishda 11-sinf tibbiyotda tugata olmaymiz. Menga 11-sinf bitirmayman, вообще qizig'i yo'q-da. Men blogerman, men sohadan ketaman. Eng yaxshi ko'rgan narsam shu hozir. Bloger. Bitta shahardan ustoz ajratdi-da. Bo'lmasa yomon qilardim. Qo'yur. Bu o'qituvchini qanotini tegib yuradi, tvarlar. Ko'chaga chiqadi-yu, so'rab olamiz. Yur. Qizlar gul beraymi yo yuragim beraymi? Gulini ham mashinam qolsin. Yuraging ham boshingda qolsin. Zo'r bo'tdan. Xo'p. Tushba. Aliya, uy ketish niyat yo'qmi? Iroda, ketdik. Ketamiz. Har faqirning omadi kelganda men g'aribning omadim kelmadi. Фонари тоже любят, что было модно, прости, но я не из них, танцую с другим. Я без обид, я по ночам все выйду из-за двоих. Все, что между нами, сохраню в MP3, кину в камин, пусть загорит. Ertaga meni blogerlar bilan katta uchrashuvim bor. Zo'r bo'lib ketadi inshaalloh. Men esa oyimni Banisaga borishim kerak. U uchun pul kerak. Pul topish uchun mehnat qilish kerak. Atak, men katta bo'lib ketsam, Instagramdan zo'r pul topsam, o'zim men ko'rsataman. Qo'rqma. Bloger do'stim, ha. Ana, kelishyapti. So'rab olish kerak. Voy, jinnimisan? Tasha qo'lingdagini. O'zim bilaman nima qilishni. Solishsa, erkakga o'xshab solishamiz. Qo'lingdagini yig'ishda. Bo'lmasa men ketaman. Ket. Yana anulami? Chota shikalla hidi kelyapti.
Senlar bola quyga yetqordilar. А как сейчас человек-упал, чего с ним будет, то есть как он топ, дружбу и любовь. Bola ketdi. Mani. Saman tirimisan? Bularga hali ko'rsatib qo'yamiz erta. Yomon ko'tarib chiqdi seni. Ha, bloger do'stim, sizni ham bir ish aytlaringiz bor ekan. Mayli. Ertangi kun bular bilan boshqacha gaplashamiz. Bolalar eshitdinglarmi? Bizning kuratorimiz o'zgaribdi. Maktabga bir kun ikki bayramga ham kuratorga ham almashtirib olibsizlar-ku. Sizga shu gulni bersam, bo'lmasa yuragim qo'shib bersam qanaqa bo'ladi? Boy bor toshingni ter. Voy, jim bo'lyapti. Xo'p, azizlar, bugundan boshlab men sizlarning yangi o'qituvchilarman. Mani ismim Madina, sizlarning isminglarchi? Mani ismim Bek. Mani ismim yo'q. Tanishganimizdan xursandmiz. Na salom bor, na Ali bor, Abdursudan kirib kelasizlar. Ustoz bular maktab qahramonlari-yu, tanimaysizmi? Ayog'i, bular maktab qahramonlarimi? Tushunmadim. Nima deyapsiz? Siz buni adasi kimligini bilasizmi? Sani adayman kimligimni biladimi? Maktab qahramonlari bunaqa sinfda o'tirishmaydi. Eshikning tagida qo'riqlab o'tirishadi. Chiqib ketlaring ikkalang ham. Ustoz bularga bitta shvabra bilan spirgini ham qo'shib yuboring, maktabda yaxshiroq qorovullashadi. Senlar ginat qo'ysanlarmi? Yo kecha kamlik qildimi, bich? Chiqib ketyapman xonamdan ikkalang ham. Senlar bilan ko'chada gaplashamiz. Xullas, sizlar bilan boshqatdan yana tanishib olamiz. Bugungi darsimiz tamom. Ingliz tili ustoz vashi takoy narsaga bor. Вообще yomon narsa ekan. Agar bir kun vaqti bo'lganda men o'zim bilan olib ketgan bo'lardim borib. Rostdan. Uni buni qo'y, men senga zo'r yangiligim bor. Qanaqa yangilik? Tashqariga chiqaylik, men senga aytaman hammasini. Зачем ты врешь? Зачем ты врешь мне о любви? Я видел ложь. Xullas shunaqa gaplar o'rtoq. Hop, boyaga yangilik nima aytmading? Boya aytmoqchi bo'lganim, shunaqa reklama tushdi. Ana chiqishda bichla ketishyapti, yurib tashlaymizmi? Yo'q, to'xtab tur. Ali. Ha, aka chiqishdi. Qanaqa reklama ekan o'zi? Hali o'zim ham yaxshi bilmayman. Ular bilan polni hali gaplashib ko'rmadim, nimaligini, qanaqa bu. Mana kakras o'zi telefon qilyapti boru. Ochi. Allo. Allo. Bloger Samandarsanmi sen? Da, men Samandar. Короче, ukam xumor reklama qilish kerak. Bitta storingga $1000 beramiz. 1000? Bitta istoriyaga. Rozimisan? Bo'ldi. Kelishdi. Endi sen bilan ertaga gaplashamiz. O'rtoq, bitta istoriyaga $1000 beryapti. Qo'yib ketamiz. Nimani reklamasi ekan? Qimorniki o'rtoq. Bu pullaringni oyingga ishlatamiz. Nima? Harom pullaringni ko'tingga tiqo. Men onammi? Harom pulga davolatmayman. O'zi senlarga yaxshilik yoqmay qopti. Alo. Hoyjon. Dorilar tugab qoldi. Hozir olib boraman. Yo'q, nima meni qiynab qo'yasiz, Hoyjon? Olib borsam siz uchun olib boraman. Hozir olib boraman dorilaringizni. Bo'pti. Yaxshimisan? Yaxshi. Qashshamon o'chirdi men oldimga seni. Короче, menga pul kerak. Sanoatda eng yaxshi joyda ishlaydi-yu. Menga qarz berib tur, men senga qaytaraman. Yaxshi. Qanchada qaytarasan? Necha pul kerak? Nima maqsadda so'rayapsan mendan pul? Nimaga mendan so'rayapsan? Ana bloger og'ayningdan emas. Короче, menga u qizuv emas. Menga pul kerak. Men onamning dorilariga pul topishim kerak. Yaxshi. Beraman senga o'sha pulni. Faqat onang uchun. Maktabdagi temalarni, urushgan, boshqa narsalarni unut. Faqat shartim bor. Kelamiz bugundan boshlab do'st bo'lib qolamiz. Roziman. Qancha pul kerak? 3000. Bo'ldi. Ketish ko'rishganda beraveraman. Rahmat, charchaman. Onajonim, bo'ldi, dorilaringizga hamma pulni topdim.
Xudo xohlasa sizni больницаdan chiqarib olamiz. Bo'ldi, hozir boraman oldingizga. Chekmadingmi? Xo'p. Ey Nept. Bu yoqqa qaraver. Tushunmadim. Tinchlikmi bolalar? Nimani tushunmading? Chiqar hamma cho'chidagi pullarni. Salla ginat qilibsanlar-ku. Ye bile, Bekzodman-ku.